benzinli to'sh qaziydigan generator so'ragan mijozlarimiz uchun do'konimizga akala 9 kilovatli hamda 10 kilovatli generatorlarimizni olib kelib berdik. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi ma'lumoti bilan sizlar uchun yoritib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat to'g'risida butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavka xizmatlari bor. Videoni boshidan shu videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, 25-avgust sanasigacha kela xarid qiladigan bo'lsangiz, chegirmalarni qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga berib o'tib ketamiz hamda diviziyaga olishda qat-qatiga e'tibor bera olishlarini tavsiya qilamiz akalar. Birinchi o'rinda sizlarga 9000 model Kentavr firmasidan diviziyalarimiz yetib kelgan. Bu ham 220 tok chiqazib berish uchun mo'ljallangan. Xo'p, o'ziga 9 kilovat yozilgan, maksimalni berishi 8,5 kilovat tok berish uchun mo'ljallangan. Bu degani xolodilnik, konditsioner, suv, shunga o'xshagan narsalarni bemalol ko'tarib bera oladi akalar. Bu diviziyaga olishda faqat mana shu yozuvdagi kilovat emas, asosiy narsasi motor qismi hamda buni admotika qismiga e'tibor bera olishlarini tavsiya qilamiz. Xo'p, buni 9 kilovatli diviziyagimizda admotikalari 100% misli, ya'ni medlenli, undan tashqari motor qismlari 192 17 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan akalar. 192 17 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan. Bu diviziyagimizni xohlasanglar ruchnoy, xohlasanglar metodi kaliti bor, kalit orqali xohlasanglar aver sistemada, ya'ni avtomatik o'chirib, avtomatik yoqsalar ham bo'lar. Bu degani, bunaqa shitlarini alohida xarid qiladigan bo'lsalar, atestlarini akalar. Diviziyog masalan svet o'chgandan keyin avtomatik qo'shadi 5 sekundda. Svet yongandan keyin diviziyog avtomatik o'zini o'zi uzish xususiyatiga ega. Shunaqa funksiyalar ham hozir yangilangan diviziyolarimizga qo'yib ketilgan. Xo'p, tok chiqazib beradigan shitlari ortiqcha nagruska bo'ladigan bo'lsa tashlab yuboradi hamda tokni chiqarib beradigan va sinisavoy toklarigacha qo'yilgan. Xo'p, ma'lumotlari 2026-yil mahsuloti, benzin baklari 25-30 litrli bo'ladi akalar. Xo'p, vozdukhlarini ustiga gulishitr. Xo'p, setga qo'yilgan hisobiga ovozi past bo'ladi hamda karburator qismlari ham original karburatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, bu diviziyamizning narxi necha pul degan mijozlarimiz uchun aver sistemalari отдельный holatda narxini obunachilarimiz uchun $680 dan butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ichida holatda qilib beramiz. Akkumulyatorlari ham keladi. Endi ukam bizda освещение ko'proq, nagruska ham ko'proq degan mijozlarimiz uchun 10 kilovat 10500 model ko'rishlar mumkin. O'ziga 10,5 kilovat yozilgan Kentavr firmasidan. Akalar, bu firmani bilasizlar, ishlashlari, sifatlari juda ham moshni holatda ishlab beradi. Motor qismlariga ham bitta e'tibor berasizlar. Butun O'zbekistonni bo'ylab qidirishlar mumkin. Bunaqa katta motor faqat mana shu diviziyagimizda bo'ladi. 196 motor. Akalar, e'tibor beringlar, 20-25 ta ot kuchiga teng. 196 motor bo'ladi. Keyin buni afzalliklari, masalan, motoriga yog' quylanadi buni. 1,5-2 litr yog' quylanadi. Yog'i eskirib, ozayib qoladigan bo'lsa, bu diviziyagimiz ham avtomatik motor o'chadi, ishlab turmaydi akalar. Mana ma'lumotlari. Maksimalni tok berishlari 10 kilovat tok beradi akalar. Bu ham kalitga, ruchnoy hamda bunda ham ATS sistemasi bor. Bunga mana shu ATS oladigan bo'lsangiz, o'zida kabel, hamma yo'q komplektni beramiz. Xo'p, benzin baki 25 litrli ko'rishlar mumkin, 25 litrli bo'ladi. Xo'p, vozduklarni ustiga setga qo'yilgan, buniki ham ovozi past bo'ladi akalar. Setga qo'yilgan hisobiga karburatorlar ham yaponiskiy original karburatordan. 220 toza tok chiqazib berish uchun mo'ljallangan. Obunachilarimiz uchun bu diviziyagimizni $850 ga butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ichida qilib bera olamiz. Kimga shunaqangi diviziyalar qiziq, narxi ma'lumoti qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer qoldirib ketyapman. Pastga raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar, to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bundan boshqa 3 kilovat, 2 kilovat, 5, 6 har xil variantda diviziyalar mavjud. Kimga qanaqasi kerak yoki qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib zakaz qilinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab sizlar uchun yetkazib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat to'g'risida. Kanalimizni, videomizni oxirigacha kuzatganligingiz uchun kattakon rahmat akalar.